Yaxşı başqa adam təngləməbdi. Bu Arzugul məktəbini bütürməylə çolpan bo'lib ketdiglik. Salam ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Abdunum rayonluq xalq 3-chi doktorxonasi alohida qo'llagan bir piyola choy suhbatimiz. Bugungi suhbatimizga kim kelganda mehmonlar, men bir misra naqsini aytay, hammamiz tang birlikda tepib baqaylik. Unutma yar, meni unutma. Chin sevgimni hargiz unutma. Ha? Arzugul Xandan hadimiz davlatlik 1-darajalik ovoz artisti. İcadiyetçi, şundaqla xush ovozliq naqshchimiz. Xush keldingiz ada. Rahmat. Xush keldingiz. Muhtarkamni oldida meni bek maqtaysiz. Yo'q, men muhim emas. Eng muhimi avam muhim. Arzugul bilan bizningki hamkorligimiz uzoqdan beri nihoyatda ko'p bo'ldi demasan. Arzuyum, Shohsanam, Uyg'ur qizi qatarlıq nurgun icadiyetlerden bizi hamkorlaşkan. Şu çağıldımı men razı olgan, Şinjan'daki her millet halkı razı olgan. Arzugul özü avaz ertisi durup, şu nakış kesbini naite özü xas bir uslup bilen ravajdan doğan bir kızcak hem de. Çünkü bizning yaşlığımızda Arzugul'ninki şu ak giyim bilen aytgan kel degan, kelmi ketme degan naqshchilar biz dematliklarninki va yoki bizningki kichik yosh yigitlarninki, yosh qizchaqlarninki qalbining to'ridan o'rnagan desak bo'ldi. Arzugul boya degandek o'ziga xos uslub yaratgan naqshchilarimizning birisi. Shunga bu qatim Ipak Yo'li sadosida Arzugulninki oxirgi yomg'ir degan bir naqshini aytdingiz. Endi meningcha ahir kar olsun, ahir yağmur olsun, hemmisi ana tabiyetten kelgen ilhamla. Muş doğruluk bir iş kelime söz kıysınız değil mi? To'g'ri, bu naqshni hamdi men oldi bilan bu naqshni ro'yobga keltirishning oldida teksi qo'limga keldi. Mening Gulbar Aziz Yomg'ir deb bir do'stim bor. Bu do'stim işte tekst yazıdı. Şeirlerin çıraylık. Şu dostum, şu uçtum tut bir yağmur yakan günde hemimiz uyda, işçilerimiz sıkılıp turganda bu şeir kep kaldı. Bunda köygenden keyin bu acep bir yıkımlık bir küy bulamda nima bunun bir ahangıngış baksam da icadiyet qilay bununğa adaş bunu başka adamga tanglamanglar dedim. Şoňlan neç gün şu damallıqa olturup Yaxşı başka adam tanglamapdi. İcadiyet qilib baqdim, qilsam shundaq bir yiqimliq bir melodiya chiqib qoldi. Shuning bilan buni anandan keyin Munkuy studiyasidagi Asqar Qurban ukamga mushuning bir buni pejlashtirib bir muzikasini bitirib bersangiz ukam deb bergan bo'ldim. U balımı anglaplam, oy, hada haqiqatan chiroyli yiqimliq kuy bo'pti deb muzikasini shunday yaxshi ishlabdi. Shuning bilan bu naqsha ro'yobga chiqib qoldi, lekin bir yil kechikib anandan keyin fabo qildik-da bu naqshani. Endi kechikmisin, chunki fasl bizni bo'ysundurmisin. Biz faslni bo'ysunduraylik. Gerçi oxirgi yomg'irni saqlab olsak, vaqt ketib qolishi mumkin. Lekin biz mushtumuz kuldirdimi? Agar taq tish to'g'ri kelsa, taq deyasak bo'ladi deb qaraymiz. Nima degan vaqtda biz qishning kuni yomg'ir to'g'risida, shamol to'g'risida, yozning kuni qor to'g'risidagi naqshlarni aytib olsak va anglab olsak bo'ladi asli. Meningcha bu naqsh e'lon qilishning ay kuni bo'lmasi kerak deb qarayman. Hamda sizga yaxshi tilaklarimiz bor. Arzugul uning ustiga hamda yomg'ir taxallusidagi aş hemşirimizningki tinning salomat bo'lishini istaymiz. Sizning ijodiyatlaringiz hargiz to'xtab qolmasin. Agar bizga bo'lgan tilakingiz bo'lsa, hozir devasingiz bo'ladi. Sizdek cho'paliq ishlaysiz bo'libmi shu bir piyola choy programmasi shunday yaxshi shu barliq naqshlari, yangi naqshlari bilan keng ko'rmanlar bilan yuz ko'rishadigan naqshchilarimizga bir yaxshi bir sahifa bo'ldi deb qaradim. Mushundaq chiroyli bir piyola choyda hamda bundan keyin boshqa qahvalarni damlab ichgan. Yo'q, shunda bo'lmamdigan bundan keyin programmaning ismini
bir piyal kahve deb o'zgartib olsak bo'lamdi ya. Rahmat sizga. Ma istakandan billa ağaç kipsiz, mana ma kahve, ma üzem amırak qarı kahve ekipsiz mana. Esil durdanlarınız bizge hemra bolup tursun. Men xele yıllar burun sizin tekstlaringizge chiroyli naqshlarni aytgandim. Ma arliqda üzülüş bolup qolgan. Endi mush fursatda sizdan shuni iltijo qilsam, aka, yana chiroyli manga tushadigan asarlaringiz bo'lib qolsa, hammalab qo'yasiz. Ustozning qalam qo'ydi, kuchlik bo'lsin. Shundaqla sizning kasbiy yulduzingiz, egiz yo'llaringiz texim ziyod bo'lsin edi. Rahmat. Çildi kalbimge yağmur, yuymak bulup hasretlerini. Çildi kalbimge yağmur, yuymak bulup hasretlerini. Keş güzdeki ahırkı yağmur, Oygattığı hayallerimni. Keş güzdeki ahırkı yağmur, ey oygattığı hayallerimni. Geçisi şamanlar uygar, inip kaçar hayallerimni. Yüz geçisi şamanlar uygar, inip kaçar hayallerimni. Bergidin keşken söygüler, renglep koydu göz yaşlarını. Gül bergidin keşken söygüler, ah, renglep koydu göz yaşlarını. Keşküzdeki ahırkı yağmur, oygattığı hasretlerini. Gül bergidin keşken söygüler, hey renglep koydu göz yaşları. Salam İpek Yolu sadasi sahnesideki suyumlik ustazlar. Hammanglarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Men Arzgul xonadonidan hammanglarga egilib turib salam. Rahmat Sizning shu isil naqshingiz bilan
chiqqanini qutlaymiz. Rahmat. Arzugul San'at institutiniki aktyorlik kasbida o'qigan vaqtlardalam tağı o'qish bitirmayla bu naqshchilik sohasini boshlab ketgan. Gerçi aktyorlik kasbi bo'lgan bilan bularga ovoz darsimi o'tidi. Ama shunda bo'lg'achqa bu ovoz jihatdagi bu o'ziniki bu san'atga bo'lgan qiziqish bilan bu jihatdagi alohidalik birlashib Arzugul maktabni bitirmayla cho'lpon bo'lib ketganlik. Shunchalik bir necha yildan shu naqsh to'plamlari butun Shinjongdagi har qaysi joylarga keng tarqalib Arzugul xandam bo'lib ketgan qiz bola mava Arzugul demisimi rost nihoyatda shu bizning naqshchiligimizdagi ayol naqshchiligimiz orasida pishqan naqshchilarning biri. Uning ustiga Arzugulninki shu naqshiga va san'atga bo'lgan postsiyasi odamni qoyil qiladi. Misol, bugun singlimizni shu skripka bilan birga olib kelishlari, bir tal gulni davji qilib turib, shu naqshiga intayin moslashtirishlarining o'zi postiya kasbi bo'lgan. Postiyaga udullanganligini bildiradi. Arzugul ham bundan boshqa shu birinchi shaharlik televiziya stansiyasida yaxshi ovoz artistida. Shundoq. Sizningki san'at hayotingizning keng kushadi bo'lishini tilaymiz, singlim. Rahmat. Barliq ustozlar, rahmat.